Assalomu rahmatulloh. Ikkinchi soliga guruh mana o'z ishini Oltiarada anaroq Pavorotda shlaka blok sexiga, pena blok shlaka blok sexiga eski o'zini kameralarini montaj qilib qo'yib beryapmiz. Mana hozir o'rnatish jarayoni, kamerani o'zi o'rnatib bo'ldik arkaga. Qolganlarini hozir mana shu joylarni ko'rsataman sizlarga. Ichkariga eski vipska kameralar, bittasi burchakda. Burchakga qo'yganmiz. Bu ikkinchi kameramiz. Uchinchi kamerani nariga oxirgi mashinaning orqasidagi stalbaga qo'yamiz. To'rtinchisini mana sexlarning oldiga qo'yamiz. Bitta qanaqa kameralar qo'yapmiz mana. Mana eski dverlari. Mana eski vipska kameralar. Shunaqa kameralarni chiroyli qilib montaj qilib qo'yib beramiz inshaalloh. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ikkinchi soliga guruhga murojaat qilaverasizlar. Har doim xizmatlarga tayyormiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni Instagram, Telegram sahifamizga obuna bo'lishni unutmanglar.